Assalomu alaykum vatandoshlar, Instagramdagilar, xalqim. Ko'p murojaat bo'lyapti menga, kosachasini qayerdan topsam bo'ladi deydi. Mana Tilloning kosachasi. U dargarlarda bo'ladi, dargar magazinlarda. O'shalarda ham bo'ladi. Agar hech variant topolmasanglar, mana bu g'isht ko'ryapsizmi? Buni oddiy g'isht emas, bu agnoporniy bu. Mana o'ziga saqlaydi, o'ziga issiq saqlaydi. Mana shunaqani shuna o'yib turib qilsanglar ham bo'ladi. Juda o'yib turib, faqat sindirib olmaysizlar. Mana agnoporniy o'ziga g'isht saqlaydi. Bu ham xuddi shunday narsa, lekin bu sapol bu. Bu oq bo'lgan o'zi. Mana qizigan ekan, mana qizarib ketaveradi. Xuddi pishadi bu. Iloji bo'lsa, agar topolmasanglar, mana shu agnoporniy g'isht ko'ryapsizlar, mana agnoporniy, mana qo'limda ishlab o'tirgan ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shuni hozir bunday ko'rsatsanglar, mana shuni o'yasizlar. Atverka bilan nima bilan chiroyli qilib o'yasizlar, sindirib olmaysizlar, akkuratniy o'yasizlar. Toza ham chuqur bo'lmasligi kerak, normal bo'lishi kerak. Olayotgandan keyin undan keyin mana bunday penis bo'lishi kerak. Penisda olasizlar. Keyin yana sizlarga mana bularni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana pistoletga bu. Mana bunaqa gaz ballonga qo'yiladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana gaz ballonga qo'yiladi. Mana shunday ko'rayotgan. Bular arzimagan pul. 20 ming. Eng uzoq bilan 25 mingga boradi bular gaz balloncha. Mana xalqim ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunday bir xil aytadi, mana shu kosachani qayerdan topaman? Qiyin emas bu kosacha. Mana agnoporniy qilsang ham bo'ladi. Mana shuni o'yasizlar, bo'ldi. Shu toza chuqur qilmaysizlar. Mana oson varianti. Bu oq tillarga qo'shiladigan dur dargarlarda bo'ladi. Dargarda ko'proq Dubnoyda dargarda bo'ladi. U narxi 100 grammi katta pul turmaydi. 10 ming, 15 ming, 20 ming atrofiga boradi. Undan ziyod turmaydi. Mana sizlarga osonni. Men faqat buni ichiga solib qo'yibman-da. Shu xalqim, mana endi agar ko'rayotgan bo'lsanglar, mana men ko'rsatyapman. Sizlarga ko'rayotgan bo'lsanglar, shu oson varianti. Yana mana bu ko'mishga rayoni tayyorlanyapti, mana ko'mishga tayyorlanyapti. Xalqim, tranzistor mana telefonlarniki emas. Telefonlarda ham bor, qora tranzistorchalar. O'shalardan eritmasligini men sizlarga arzor qilib chiqaraman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana chiqarganman, mana rangi qanday bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi? Kut kofeday bo'ladi. Buni suvni отдельно filtr qilib olaman. Mana shunday aytdim sizlarga, varankaga qilib chiqaraman degandim. Xudo xolasa buni ham arzorini ko'rsatib beraman. Xudo xolasa mana tayyor bo'lgan bu ham. Bu tranzistor televizorda, tonerda, radio texnikalarda bo'ladi. Xudo xolasa